ezgulik jamiyat ko'ryapti, 5-punktda nima deb yozgan? Ha, bo'ldi. Mana shu kamchilikmi bo'ldi? Kamchilik bartaraf qilyapti, yana jo'natyapti. Bu aytyapti, endi 6-punkting noto'g'ri deyapti. Ha. Endi 6-punktni to'g'rilab beryapti. Keyin deyapti, endi 7 bilan 20 noto'g'ri deyapti. Endi hozir 4-sini ana qilyapti, endi 4-marta atkaz qilyapti. Endi atkaz qilgandan keyin ezgulik jamiyati sudga beryapti. Bu bizada mana shunaqa sarson sarkardachilik qilyapti. Mana shu javob xatida mana shu punktda deyapti, biz vaholanki berganmiz deyapti. Shuning uchun xatti harakatdan qonunga xilof to'p ber deyapti. Sudya, endi yosh sudya ekan, u familiyasi ham tushunish kerak edi qonunlanuvchi. Endi eng qizig'i bunaqa paytda ma'muriy sudni ko'rayotgan paytda o'zi qonunlarni nima deydi, buzmaganligini adliya o'zi isbotlab berish kerak-da. Lekin biz aytyapmiz, bu biz 5-marta ham murojaat qilib qo'yganmizda, mana shu holat bo'yicha. Shu holat bo'yicha hozir biz savol beryapti. Ezgulik jamiyati vakillari, rais o'zi ham savol beryapti. Hozir mana 4-marta qaytardingiz. Siz 4-marta qaytargan kamchilikni ham bartaraf qildik. Mana sizga elektron tashlab berdik deyapti. Endi unimiz tag'in rad javob berib qaytmaydimi desa, uni bilmadim deydi. Mo'sh rad bo'lib qaytar yana deyapti. Unga men javob bera olmayman deyapti. Qanaqa javob bera olmaysiz? O'zi 4 marta qaytarasiz, 4 ta asos bilan deyapti. 4 ta asosni ham biz qilib berdik deyapti. O'zi bizani chaqirib, xato kamchilikda 10 kun muddat ichida hammasini ko'rib berib, mashlarning xato ekan. Mana qilish kerak deb bizani bir marta ham chaqirmayapsiz. Faqat 15-iyul kuni javob berib yuboryapsizlar, bo'ldi. Bizga bir to'xtam qilib berlaring deyapti. Yo'q deyapti, men unga vakolatim yo'q deyapti. U kompyuter kimga tashlab bersa shu ko'radi deyapti. Uningiz bo'yicha men dedi, fikrimni ham bildira olmayman, bir javob ham bera olmayman deyapti. Bo'lmasam, ana fuqarolar murojaat to'g'risidagi qonunda ham o'tda menimcha 27-mi nechinchi anaqasida moddasida yozib qo'ygan. Asosli javob berish kerak deyilgan. Bitta holat bo'yicha 4 ta endi adliya o'zimizda adliya vazirligi tizimi shunaqa ishlaydigan bo'lsa, men o'tda endi menga sharmandalik bo'lgan holat nima deydi? Birlashgan Millatlar Tashkilotini vakili, mana bu Amerika posolstvosining konsulligidan kelishdi, Yevrosoyuzdan kelishdi. Ular ko'rib turibdi-da, byurokratiyani ko'rib turib, ular kulayib o'tiribdi. Bu o'zi buni ko'zi yumib turib bilsa bo'ladi, bu faqat byurokratiyadan boshqa narsa emas, qog'ozbozlik. Men bo'lsam, o'zlari aytayapti, inson omili aralashmasligi uchun biz kompyuterni sistema qilib qo'yganmiz, deyapti. Lekin u kompyuterni sistema qilgan nima varaqasi bor? Rad javob bilan qaytarib yuborursiz. Bizga kompyuter emas deydi. Yo'q, endi mash holatda endi bo'lmasam prezidentimiz именно 5-mart kuni istiqomat qilganida, chiqish qilganida biz jamoatchilik ana qillaring, davlatga jamoatchilik qanotiga ana qilsin. Bular bilan birga jamoatchilik bilan kurashmasak, davlatning hukumat o'zi hech narsaga ana qila olmaydi. Jamoatchilikni chaqirlaring deb aytyapti. Bizni adliya tizimimiz naborat jamoatchilik u davlatdan pul talab qilayotgan joyi yo'q. Boshqa qilayotgan joyi yo'q. Grant puli haqiqatan ishlangan, shu bo'yicha olinayotgan grant puli. Bundan O'zbekistonga foydasi bo'lsa borki, uni ziyoni yo'q.